Mervay Somenning darsligini men mishtara akib bersin bula. Yaxshimisilar ko'pchilik, men seni to'rtgash bezasizlar, sen jastam bilma. Bugun men shagird bolalarga hamda to'rdashlar bir ko'rsatay deb, men Mervay Somenning o'lchamlik darsini yeb chiqdim. Buni qanday ko'raymiz deganda, men mening o'zimninki oddiylam tanishib olgan bir tingim. Mishnonlardan qo'rib chiqib etmas, bu nayt oddiylam, buning ketarlik materiallar. Az miqdorda qunoq, ko'k burchaq bo'lsin bo'lardi. Enkisam sho'xlar, men so'mpiyaz, ko'k qizil laza, men az miqdorda yongyo, men az miqdorda balsay, az miqdorda go'sht tayyor bo'lamiz. Materiallarning hammani o'xshash. Biz qunoqlarni tang holatda to'g'ri bo'lsa qildi, hamsa ko'rishni boshlab ketdik. Biz avval qozonga az miqdorda yog' qo'shib olamiz. Yog' miqdorda qizargandan keyin bizdan qallab tayyor qilgan go'shtimizni solamiz. Go'shtning dallisida yaxshi qilib qolsangiz, ko'sarga chaplashib qolmaydi mana. Qarang. Bizning go'sht pishirib kelgan vaqtda bizdan tayyor qilgan yong'yoni keyinda basayni solamiz. Basayni keyinda ko'klarni, qizillarni va qunoq, nonni silib bir yardım qattiqlama juda olamiz. Böyle tükep elib olamiz. Hamda qozonga az miqdorda yog' qo'shib, bizda tayyor qilgan so'mpiyaz, sho'xlar, mana asosida buni proqol chiqaramiz. Buna rengini raz chiroyli qilish uchun bizning lapizni ish qo'shib beryapmiz. O'zimiz chanab chiqargan tabiiy lapiz ham bu. Fakat bunday gap qilsa qizilmiz kuyami, o'z lapizni setonlar bo'lardi. Mana endi seni solamiz. Qaylanglar, mana rengi shunday chiroyli mana. Yo'q, qori ketmag'ach bizning mana chizimizni beramiz. Rengi shunday chiroyli qaranglar mana. Qaylanglar, mana rengiga gazab chiroyli tumaman, lekin qaydam yo'landan so'ng qarasamda. Mana. Hamza o'ynalganlar ganjo qilib sho'rsan qilish tutqanlar, Nima cho'tliklar? Sen ra'ris chiqib olganda bizning pishirib olgan mana so'mellarimizni Mervayitdek gazab chiroyli bu so'mellar solamiz mana. Gazab saptolik mana yengil o'raymiz buni. Masomel gazab o'xshagan chiroyli mana lekin. Mana so'mellar tushib ketdi endi Allah. Yo'q. Mana so'mellarimiz gazab o'xshab ketdi lekin qalanglar mana. Yo'q. Qaylab megan kelib ketdi qachon? Yo'q. Mervay Somenning darsligini men mishtara akib bersin bular. Ugnaliganlar gonjo qilib, sho'san qilib, finshan qilib, qilib olinglar hamsa. Uning kendan men shogirdlarimning qas bekrak kelishgan ekan, ko'nglinchik rasm tat yo'llab qo'yinglar, ko'rib baqlar. Ayat birisi bor aynan. Ayat turadi. Baqlar hamsa kelar sanni kirishdik. Chatto.